Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Men har tun jaju hikoyalarini tomosha qilardim va undan adrenalin olardim. Qo'rqinchli hikoyalar va multfilmlar mening jonu dilim va ularning biri meni juda ham diqqatimni tortdi. Nega yolg'on gapirishim kerak? Albatta, uning obloshkasidagi rasmini ko'ribla etim jimirlab qo'rquvga tusha boshladim. Ochsammi, ochmasammi deya tutdim. Ammo birozdan so'ng har xil tovushlar eshitildi. Uyda yolg'iz yashaganligim tufayli bu yerda har qanaqa tovush meni chalg'itardi. Sababi uyda yolg'iz qolganlar buni tushunsa kerak. E'tiborimni yana hikoyaga qaratdim. Hikoyaga boqar ekanman, yana har xil tovushlar eshita boshladim. Eshik tomonga qaradim. Va sekin astalik bilan eshik tomonga yurib, eshikni ochganimdan so'ng tashqariga qaradim. U yerda hech bir jonzot yo'q. Hamma yoq tinch, qop-qorong'i zimiston. Ortimga qaytdim va yana o'sha kompyuterimning qarshisida o'tirar ekanman. Tashqaridagi ovozlar yana meni chalg'ita boshladi. Bu yerda kim bor? Iltimos, ko'zimga ko'rinsangiz yaxshi bo'lardi, deya tashqariga qarab gapirdim. Hamma yoq zimiston, qorong'u. Va birdan oy shulasida qandaydir soyani ko'rdim. Odamsimon maxluqni ko'rdim. Ko'rinishidan odamga o'xshamas edi. Arvoq, qo'llari uzun. U men tomonga yaqinlashib kelar ekan, joyimdan qimirlay olmaydigan darajada qo'rqib ketgandim. Va qarasam, o'sha men filmning obloshkasida ko'rgan maxluq. Bu maxluqni ko'rgach juda ham qattiq qo'rquvga tushib ketdim. Qanaqasiga? Uning ko'zlari qon aralash, notekis, jag'ining bir tomoni yirtilgan, qon aralash. Uning qo'lida pichoq turardi. Go'yoki meni o'ldirmoqchidek. Qoqilib tushdim va yugura ketdim ichkari tomon. Eshikni yopib, ichkariga kirib olgan ekanman. U bu yerga kirmasligi kerak. Kirsa o'ldiraman, dedim. Ammo eshik shunaqangi qattiq taqillar ediki, u go'yoki mening ortimdan qolmay quvlab kelayotgandek. U mening ortimdan keldi. Bo'ynimdan ushlab tepaga ko'tarib, "Yo'q, yo'q, iltimos, yo'q" deyishimni bilaman. Uyg'onib ketdim. Qarasam, film tugab bo'libdi. Xayriyat tushum ekan, deb eshik tomonga yurib bordim. U yerda esa aynaning singanini ko'rdim. Ha, bu qanday bo'lishi mumkin? Salom, ekranda ko'rib turgan odam bu men. Ismim sir bo'la qolsin. Meni ko'pchilik Jaju deydi. Biz oilamiz bilan birgalikda chekka bir qishloqda yashardik. Oilamiz ahil inoq edi. Ammo mening onam, otam o'gay. Ammo ular mening haqiqiy onamdek tarbiyalab, ikkita opam bilan birga o'stirdilar. Katta opam birozgina jahldor ko'rinardi, ammo meni juda ham yaxshi ko'rardi. Har gal oyim unga qaraganda, oyimga nafrat ko'zlari bilan unga jahl qilardi. Opam men yo'q paytimda negadir har gal og'rib qolardi. Oyim menga telefon qilib meni chaqirardi. Opamning shunday bir kasalligi bor ediki, u har gal men yo'qligimda hamma yo'g'ini tirnab tashlardi. Asabiylashganidan nima qilayotganligini bilmardi. Qattiq nafas qisib, o'laksa holatga ham borardi. Jaju, Jaju deya har gal qatib qolardi. Men kelgach opamni tinchlantirib, har gal uni yotoqxonasiga olib borib, unga qarardim. Men kunlarning birida o'qishda paytimda opam qattiq jazavaga tushgan va hamma yo'g'ini tirnab tashlagan. U qattiq betobligidan nima qilayotganligini ham bilmasdi. Doktor kelardi, ammo uning kasalligiga hech ham shifo topa olmasdi. Doktor aytdiki, u uzoq yashamaydi. Va men tong saharda uyg'ondim. Uyg'onib borib eshikni ochdim. Ochsam, opam turibdi. Hamma yog'i tirnalib ketgan. "Opa, sizga nima bo'ldi? Bu qanday holat?" Opam menga asta jilmayib, "Kirsam bo'ladimi?" deya kirib ketdi. Opam kirgach, u bilan suhbatlashdik. Uni juda ham qattiq yaxshi ko'rardim. Ammo opam bu yerga qanday kelgani juda ham men uchun qiziq edi. "Alo, oyi, ertaman, opamni ko'rdim men." U qandaydir, "Yo'q, opang bu yerda vafot etgan. Tong saharda uni ko'mdik." "Nima? Qanaqasiga? Axir men uni ertaman ko'rdim-ku." "Bo'lishi mumkin emas.
Nahotki u mening opamning arvohi bo'lsa? Yo'q, Xudoyim. O'zimga kelib, asta o'zimni ushlab, opamning oldiga bordim. U yerda oilamiz bilan birgalikda dafn marosimini o'tkazdik. Kechasi kunduz o'ylardim, opam nega hech kimga ko'rinmay faqatgina menga ko'rindi. Birozdan so'ng eshik tomondan qandaydir soya ko'rindi. Soyaning ichidan esa opamning arvohi kelardi. Yo Xudoyim, juda ham qo'rqinchli, hamma yoqdan qon oqib turardi. U menga qarab qo'l uzatib, "Salom ukajon" degandi. "Opa, nega bunday qildingiz? Axir sizni hammamiz yaxshi ko'rardik. Nega o'zingizga azob berdingiz? Nima uchun?" deyotgan paytim eshik birdan ochilib, oyim kirib keldi. Oyim ham opamning arvohini ko'rib hushini yo'qotdi. Arvohi esa oyimga shunday vajohat bilan qaradiki, oyim oyoqlarida tura olmay qoldi. Oyimni kasalxonaga olib keldim. Bunga qarab turardim. Oyim menga bo'lib o'tgan haqiqatni aytib berdi. Men oyimning haqiqiy bolasi ekanman. Oyimning bolasi ekanman. Ha. Meni ular xolamga berishgan, ammo xolam vafot etgandan so'ng yana o'ziga qaytarib olgan. Bundan esa opamning qattiq achchig'i chiqib ranjigan. Shu sababli opam depressiya, stresslar orqali shunday kasallikka ilashib qolgan. Opam agar meni ko'rmasa, shunday o'ziga azor beradigan kasallikni yuqtirib olgan edi. Bu eshitilishi juda ham g'alati bo'lishi mumkin, ammo bu bo'lib o'tgan haqiqiy voqeadir. U har doim shu yerda bizni kuzatib yuradi. Ushbu voqea universitetda mehmondo'stlik yo'nalishida 2-kursda o'qiyotganimda yuz bergan. O'shanda men 19 yoshda edim. Universitetdan 15 daqiqalik masofada binoning 3-qavatida 3 xonali ijaraga uy olganman. Uyni elektrotexnika yo'nalishidagi 3-kurs talabasi Anvar va boshqa guruhda o'qiyotgan Hasan bilan baham ko'rdik. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganimiz uchun ba'zida qizlar bilan gaplashib, aloqada bo'lar edik. Ha, obro' uchun. Esimda 2016-yil 29-noyabrda tug'ilgan kunimdan 3 kun o'tib, kechki 6da ishdan qaytdim. O'sha kuni Anvar bilan Hasan kompyuterxonaga ketishgandi. Men esa uyda yolg'iz edim. Kvartiramning koridoriga kirishim bilanoq xonamning eshigi oldida cho'kkalab o'tirgan qizni ko'rdim. Biroz atrofga qarab, charchagan holda xo'rsindim-da, dedim: "Xonim, siz shu yerda yashaysizmi? Agar kalitingizni yo'qotgan bo'lsangiz, uy egasiga qo'ng'iroq qilishda yordam berishim mumkin." Javobni bir daqiqacha kutdim. U to'satdan turib menga qarab shunday dedi: Hasan shu yerdami? Yengil xo'rsinib bunga aytdim. Hasan do'stlari bilan kompyuterxonaga ketdi. Xohlasangiz ichkarida kutishingiz mumkin. U jilmayib bosh irg'adi. Men esa ikkilanmay eshikni ochib, uni ichkariga kiritdim. Keyin unga o'zini qulay his qiladigan joyda o'tirishini aytdim. U divanni tanladi. Unga ichimlik taklif qildim. U shunday dedi: Hech narsa kerak emas. Men shunchaki Hasan bilan uchrashmoqchiman. Qoshimni ko'tarib undan Hasan bilan munosabat haqida so'radim. U Hasanning sevgan qizi ekanligini aytdi. Hasan haqida bilganimcha, uning uchrashuvga borgani yoki tanishuv hayoti haqida gapirganini hech ko'rmaganman. U bizga faqat 5 yil oldin bir necha oy avval mast paytida bir qiz bilan uchrashganini aytgan xolos. Shaxsiy hayotga aralashkim kelmadi. Hasanga qo'ng'iroq qildingizmi? Meni telefonim yo'q. Bu javobdan hayron bo'lib yana qoshimni ko'tardim. Axir bu 2016-yil-ku. Uning yoshidagi har kim kamida bitta smartfonga ega. Cho'ntagimdan telefonimni olib unga taklif qildim, lekin u rad etib, kutaman deb javob berdi. Men so'radim: "Ishonchingiz komilmi? Ular ancha kech keladi, balki xabar qoldirarsiz." Yo'q, kutaman dedim. Bu qo'pol ohangdan xo'rsinib dedim: "Xonim, charchadim. Kutmoqchi bo'lsangiz unga xabar yuboring." Uning javobini kutdim.
ammo u faqat chap tomonga o'girilib derazadan tashqariga tikilardi. Men taslim bo'lib, tez dush qabul qilaman dedim. Dushga telefonimni olib kirib, Hasanga sevgan qizi haqida xabar yubordim. So'ng dushga tushdim. Taxminan 25 yoki 30 daqiqadan so'ng Hasan qo'ng'iroq qildi. Dushdan chiqib kiyinayotganimda uning qo'ng'irog'iga javob berdim. U dedi: "Xabaringni o'qidim. Bu qanaqa yarim hazil? Hozir hech kim bilan uchrashmayapman." Men javob berdim: "Meni laqillatishyapti shekilli. U seni kutishini va u seni sevgan qizi ekanligini aytdi. U qizni ismini so'radingmi?" Men so'ramagan ekanman. Keyin u mendan qizni tasvirlashimni so'radi. Men unga aytdim. Uzun jigarrang sochli, qo'ng'iroq ko'zli, bo'yi taxminan 157 sm, katta to'q ko'k sviter, jinsi shim va qora krossovka kiygan. Qiz haqida aytdim. Buni eshitgach, Hasan 5 daqiqa jim turdi. Men undan so'radim, nima bo'ldi? Telba sobiq sevgilimmi deb kulib, keyin u kutilmagan gapni aytdi. Yuri, bu qiz u xuddi 5 yil oldingi sevgan qizimga o'xshaydi. U oilasining uyidan sakrab halok bo'lgan edi. Men hayratda jim turib qoldim. Ter bosdi. Meni u dedi, unga hech narsa qilma, gapirma, hozir qaytaman, lekin telefonda tur. U yugurganini eshitdim. Men esa bu hazil bo'lsa kerak deb o'yladim. Sochim ho'l holda hammomdan chiqdim. Qarasam, u balkon panjarasida turardi va Men unga loyiq emasman. shunday deb yig'lardi. Buni ko'rib, telefonni tashlab balkonga yugurdim va unga ichkariga kirishni yolvordim. U menga qarab jilmaydi-da, U hech qachon baxtli bo'lmaydi. deb sakrab yubordi. Men uni ushlamoqchi bo'lib qichqirdim, lekin iloji bo'lmadi. Qo'rquvdan ko'zlarimni yumib ochganimda pastda hech narsa yo'q edi. Sakragan qiz hech qayerda ko'rinmasdi. Tez orada Hasan hansirab yetib keldi. Meni balkonda ko'rib yaqinlashdi va qizni so'radi. Men unga bo'lgan voqeani aytdim. U yengil tortib, tushlarida uni ko'rishini, ba'zan siluetni ko'rib qolishini aytdi. Bunga sabab qiz sakragan paytida kiygan Hasanning to'q ko'k sviteri bo'lsa kerak. U sviterni qizning onasidan qizning o'limiga 1 yil bo'lganida olgan ekan. Ochig'i, bu voqea haqida nima deyishni ham bilmayman. Hasan hali hech kim bilan uchrashmagan. U haqida gapirmaydi ham. Uni so'zlatmadim. Lekin qizning so'nggi so'zlari ko'p narsani anglatardi. U hech qachon baxtli bo'lmaydi. Ha, yana aytgancha, sviter haqida esa Hasan uni qizning qabriga qo'yganini aytdi. Shundan beri u qizni qaytib ko'rmagan ekan.